Nigohlar aldamaydimi Maftuna? Aldamaydi lekin. Hasanning sevgisichi men ko'rganman. Hech kim aldamayapti. Hech qaysi qiz aldamayapti. Ularda boshqa qiz bilan sevishib ketganmi ko'rsatuvda? Qizga ham shunaqa qaraganda, qizig'i. Hasan. Qizga ishonaman, Hasanga ishonmayman. Shuning uchun Shoyista Iffat serialining muxlislari xafa bo'lmasa bo'ladi. Hasanning Instagramda boshqa qizlar yo'q. Ha. Shuni aytib qo'ying. Seral bilan birga ijoddan qildik, har xil videolarni chiqazdik. Tomoshabinga shu narsalar yoqdi. Asosiysi ijoddan. Yoqdi. Faqat ijod uchun. Mayli, biz ishonamiz. Ishonyapsiz. Serial nega ana shunday yakun topdi? O'zi aslida bu ssenariy bitta qizni qiyinchiliklarga qurilgan ssenariy edi-da. Hamma o kutishdi, birga bo'ladi, no oxirida o'ldirib yuborishdi. Yig'lashini o'ylamadingizmi? Ishonasizmi? Telegramimga ham, Instagramga ham zaproslarim hammasi to'lib ketib, odamlar yig'lab zapislashadi. Lekin Hasan va Shoyistaning muxlislari bu ekrandagi voqealar xolos, hayotda unday emas. Hayotda yaqinmi? Mana ko'rdik. Biz juda yaqinmiz. Har doim ko'rishamiz. Men bu serial boshqa narsa bo'lmasa biz yig'ilamiz. Hozir Instagram maslahatlar kerak bo'lsa, men so'rayman Shoyistadan haqiqatan nima qilsam bo'ladi? Chunki o'zi atrofimizda yaqin insonlar bo'lsa va ulardan maslahatlar so'rasangiz, to'g'ri javob aytishadi-da. Shoyista ham mana shunaqa yaqinlarimdan haqiqatan.